Salom hammaga. Bugun biz dasturchining arsenalini, ya'ni uni oddiy kod yozuvchidan deyarli sehrgarga aylantiradigan narsalarni ko'rib chiqamiz. Gap nima haqida ketyapti? Web scraping, botlar va ishingizni prosta yashin tezligida qilib tashlaydigan vositalar haqida. Qani unda ketdik. Keling, bitta muhim savolga javob izlaymiz. Yaxshi dasturchi bor va a'lo darajadagi dasturchi bor. Xo'sh, ularning orasidagi farq nimada? Bu shunchaki Python yoki JavaScriptni bilish emas. Yo'q, haqiqiy farq ancha chuqurroqda yotibdi. Javob aslida juda oddiy. Bu ularning ishlatadigan vositalari va avtomatlashtirish qobiliyati. O'ylab ko'ring. Zo'r dasturchi zerikarli qayta-qayta qilinadigan ishlarni o'zi qilmaydi. U bu ishlarni robotlarga topshiradi-da, o'zining qimmatli vaqtini chindan ham muhim narsalarga sarflaydi. Bugun biz aynan ana shunaqa 3 ta super kuch haqida gaplashamiz. Demak, birinchi super kuch bu ma'lumotlarni yig'ish, ya'ni web scraping. Tasavvur qiling, internet bu cheksiz bir okean, to'g'rimi? Ma'lumotlarga to'la. Xo'sh, shu okeanning ichidan o'zimizga kerakli marvaridlarni qanday topib olamiz? Mana shu savolga javob web scraping. Bu nima degani? Bu veb-saytlardan bizga kerakli ma'lumotlarni avtomatik tarzda yig'ib, tartibga solish degani. Masalan, aytaylik, siz kriptovalyuta narxlarini har daqiqa kuzatib bormoqchisiz yoki loyihangiz uchun internetdan minglab rasmlarni ko'chirib olishingiz kerak. Buni qo'lda qilish umuman ilojsiz, to'g'rimi? Scraping esa bu ishni siz uchun bir necha soniyada, balki undan ham tezroq bajarib beradi. Odatda scraping uchun bir nechta vositalar ketma-ket ishlatiladi. Birinchi qadamda requests kutubxonasi bor. Bu juda oddiy. Saytga so'rov yuboradi va uning butun HTML kodini olib keladi. Lekin bu shunchaki xom, tartibsiz kod. Ana endi ikkinchi qadamda beautiful soup kerak bo'ladi. U o'sha kodni tushunib, ichidan bizga kerakli sarlavhani, linkni yoki biror matnni chiroyli qilib ajratib beradi. Ammo bitta lekini bor. Ko'p zamonaviy saytlar ma'lumotlarni JavaScript orqali yuklaydi. Request esa buni ko'ra olmaydi. Mana shu paytda sahnaga Selenium chiqadi. Bu endi haqiqiy qahramon. U butun boshli brauzerni boshqaradi, xuddi odamdek knopkalarni bosadi, sahifani pastga tushiradi va o'sha dinamik kontentni ham bemalol oladi. Lekin albatta hammasi bunchalik oson emas. Bir katta muammo bor. Zamonaviy veb-saytlar juda ham aqlli bo'lib ketgan. Ular sizning kimligingizni, haqiqiy odammisiz yoki avtomatlashtirilgan botmisiz, deyarli darrov bilib oladi. Agar sayt sizni bot deb topsa, tamom, sizga kirishni yopib qo'yadi. Shuncha qilgan harakatingiz bekor ketadi. Shosh, yechim nima? Yechim brauzerimizni insonlashtirish. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Selenium Stealth kabi maxsus kutubxonalar bor. Bu nima qiladi? U Seleniumning bot ekanligini bildiradigan hamma izlarini yashirib, brauzerni xuddi oddiy odam ishlatayotganday qilib ko'rsatadi. Asosiy maqsad saytni aldab, botimizni haqiqiy inson qilib ko'rsatish. Okay, ma'lumotlarni qanday yig'ishni o'rgandik. Endi bu bir qop ma'lumot bilan nima qilamiz? Shunchaki kompyuterda saqlab o'tiramizmi? Albatta yo'q. Bu bizni ikkinchi super kuchimizga olib keladi. Avtomatlashtirish, ya'ni Telegram va Discord botlari. To'g'ri, ma'lumotni yig'ish bu ishning yarmigina xolos. Yangiliklar, narxlar, rasmlar, bularning hammasi shunchaki kompyuteringizda chang bosib yotish kerak emas. Endi ularni ishga solish vaqti keldi. Keling, eng oddiy, lekin juda kuchli misolni ko'ramiz. Autoposting. Jarayon qanday ishlaydi? Juda oddiy. Birinchi, scraperimiz biror saytdan yangi maqola yoki rasmni topib oladi. Ikkinchidan, o'sha ma'lumotni botimizga yuboradi. Uchinchidan, botimiz uni chiroyli formatga soladi. Sarlavhasini, qisqacha mazmunini, linkini qo'shib. Va oxirgi, 4-qadam, tayyor postni sizning Telegram yoki Discord kanalingizga avtomatik tarzda jo'natadi. Eng zo'ri, bularning hammasi sizning ishtirokingizsiz sodir bo'ladi. Xo'sh, bunaqa botning ichki tuzilishi qanaqa? Keling bir kapoti ostiga qaraymiz. Odatda u bir nechta qismlardan iborat bo'ladi. Birinchisi config.json fayli. Bu yerda botning maxfiy kalitlari, ya'ni tokenlari va kanal IDlari saqlanadi. Keyin parser moduli bor. Bu o'sha biz yuqorida gaplashgan requests va beautiful soup yordamida saytdan ma'lumot oladigan qism. Uchinchisi posting moduli. Bu Telegram yoki Discord API'si orqali xabarlarni jo'natishga javob beradi. Va nihoyat bularning hammasini bir-biriga ulab, butun jarayonni boshqaradigan asosiy skript. Demak, ma'lumot yig'ishni bildik, uni avtomatlashtirishni ham ko'rdik.
Endi 3 va men uchun eng qiziqarli bo'lgan super kuchga o'tamiz. Bu sizning ish muhitingiz. Aniqrog'i, terminaldagi haqiqiy sehrgarlik. Ishoning, bu sizning ishlash tezligingizni tubdan o'zgartirib yuboradi. Keling, ikkita dunyoni solishtiramiz. Bir tomonda standart terminal. Bilasiz, papkadan papkaga o'tish uchun uzun-uzun CD buyruqlarini yozasiz. Find buyrug'i bilan fayl qidirib ancha kutasiz. Bu ishlaydi albatta, lekin juda sekin. Ikkinchi tomonda esa kuchaytirilgan supercharged terminal. Zaxide bilan 1 soniyada kerakli papkadasiz. FD bilan fayllarni yashin tezligida topasiz. Bitop bilan esa tizim holatini go'zal va tushunarli interfeysda ko'rib turasiz. Farq shunchaki osmon bilan yerdek. Shunchaki gap emas, keling aniq raqamlarga qaraylik. Masalan, FD buyrug'i standart Find'ga nisbatan qanchalik tez? Ba'zi testlarda u naq 23 barobar tezroq ekani aniqlangan. 23 barobar. Tasavvur qilyapsizmi? 1 daqiqa kutadigan ishingizni 2-3 soniyada bitirasiz degani bu. Bu kabi kichik vositalar kun davomida yig'ilib, soatlab vaqtingizni tejab qoladi. Shosh, Zokaid nima o'zi? Oddiy qilib aytganda bu CD buyrug'ining aqlli ukasi. U sizning qaysi papkalarga ko'p kirishingizni kuzatib eslab qoladi. Keyingi safar shunchaki papka nomining 1-2 harfini yozsangiz bo'ldi. Zokaid sizni to'g'ri o'sha joyga teleport qiladi. Uzun-uzun yo'llarni yozishdan qutulasiz. Sevda bo'lsa Find buyrug'ining zamonaviy, tez va ancha qulay varianti. Nega bunchalik tez? Chunki u fayllarni bir vaqtning o'zida bir nechta oqimda, ya'ni parallel ravishda qidiradi. Sintaksisi ham juda oddiy. Agar siz doim loyihalaringiz ichidan fayl qidirib yursangiz, bu vosita siz uchun haqiqiy topilma bo'ladi. Va nihoyat, B-top. Bu nima? Bu sizning kompyuteringiz sog'lig'ini ko'rsatuvchi zamonaviy monitor. Protsessor, xotira, disk qanday ishlayapti? Hammasini batafsil, interaktiv va eng muhimi juda chiroyli ko'rinishda ko'rsatib beradi. Tizimingizda nima bo'layotganini bir qarashdayoq tushunib olasiz. Bu shunchaki kuzatish emas, bu tizimni to'liq nazorat qilish degani. Keling hammasini bir sarhisob qaraylik. Bugun siz 3 ta yangi super kuchga ega bo'ldingiz. Birinchisi ma'lumotlar. Web scraping orqali endi internetdagi deyarli istalgan ma'lumotni ola olasiz. Ikkinchisi avtomatlashtirish. Botlar yordamida endi zerikarli ishlarni o'zingiz qilmaysiz, ularni robotlarga topshirasiz. Va uchinchisi muhit. Kuchaytirilgan terminal va vositalar bilan ishingizni shunaqangi tezlashtirasizki, o'zingiz ham hayron qolasiz. Mana, bu 3 ta qudratli qurol endi sizning qo'lingizda. Endi asosiy savolga keldik. O'z mahoratingizni yangi bosqichga olib chiqish uchun birinchi bo'lib qaysi birini o'rganishni boshlaysiz? Ma'lumot yig'ish ustaligimi, vazifalarni avtomatlashtirishmi yoki ish muhitingizni reaktiv samolyotga aylantirishmi? Tanlov o'zingizniki.